Hurmatli obunachilar, albatta Nexia'lar qatoridamiz. Nexia'ga qiziqadiganlar bo'lsa 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 Nexia 2 mana akalar, ko'rsataveramiz. Videoga like bosib qo'yamiz akalar mana. Qo'shiqni o'chirib qo'yamiz ham, akam qo'shib yuboribdi mana qo'shiqni. Konditsionerlari ham bor ekan akalar mana. Qancha yurgan aka bu? 124 ming yurgan, ha? Chixolam o'ziniki shekilli aka, ha? Faqat nima tashab qo'ygansiz ekan xolos, ha? Oli tashab qo'ygansiz. Kraskasichi buni? Kapotda bor, ha? Propanmi? 4-chi pakelina propan. Zapaskasichi? Bor, ha, qo'shib berasiz. Generalni ham berasiz, ha? Bo'ldi. Generalni ham berar ekan. Nima deganlar bo'lsa, tonirovka ruxsat bor ekan. 11 oy bor ekan. 1.6 4-chi pakelina propan, konditsioneri ishlaydi. Rollari gidrolik akalar. Qiziqqanlar uchun mana 2013 Nexia 2 miz. Nech pul endi aka bu? Necha? 4200, ha? 4200 dollar ekan akalar mana. 4200 dollar kelib ko'rib, ma'qul qilsa kelishaverasizlar. Qancha qilishdi aka? Saldo bo'ldi? 3700 qildi. Bermadingiz. Ozmas qo'shsa kelishasiz. Generalni qilib berasiz, ha? Telefon nomer. 88lik 162 0009 raqami chiqishaveradi. Qayerdiki bu aka? Shopirkondiki bo'ldi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 miz bor mana yana bitta. So'z gibrid ekomanzillargacha bor, rollari gidrolik ekan. Propanda ekan akalar mashina mana. Kraskasi aka buni? Toza. Toza. Qancha yurgan? 149 ming yurgan. Balonlari yangiga o'xshayapti-yu. Linom, chixol, bar, magnitofon, hamma yo'q zavodskiy turibdi ekan akalar. Ana men deganlar bo'lsa, telefon qilib kelsangiz bo'ladi. Naqlanchi ro'yxatga beraman. Orqada propani bor adashmasam. Propani bor aka buni, ha? 65 talimi? Ya 48 talimi? 65 talim. Nech pul qilib beramiz endi aka buni? 4.5 ming dollar. 14 yil, ha? So'rashdimi narx? Nech pul? 4 ming so'rashdi. Naqqa? Generalni qilib berasiz. Telefon nomer 88lik 302 3388. To'rt tepasidami? Shunda pastida bo'lmaydimi? 3.5 tepasi, 4 tepasi qilib o'rtalaqib turib, naq puli borga kelishasiz xullas, ha, telefon qilsa. Bo'ldi. Qayerdagi uyda bu? Kogon. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Yana bitta Nexia 2 miz akalar mana. Belgisida ham. Son stramblyor. Rollari gidrolik ekan. Metani bor ekan akalar mana. Motorda muammo yo'q, xudo xolasa aka. Kraskasi? Mana ko'rinishlar. Qancha yurgan aka bu? 170 ming yurgan. Sotib olaman degan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Metani bor. Metan. Metagilar zapaska. Hamma yo'g'i bor. Kelsangiz bo'ladi. Eng qizig'i lyuki bor ekan akalar mana. Lyuk qo'yib qo'ygan bunga mana. Mana lyuk. Mana. Tayyor lyuki bor akalar. Kobalti ham yo'q. Lekin bunda bor. Nech pul endi aka bu? 3.5 ming dollar. Kami bor. Kelishasiz. Nech pulga bermadingiz? Savdo. 3 kelishasiz. Telefon nomer 90lik 700
18 94 34. Qayerdaki? G'ijduvonniki. Generalni berasan? Bo'ldi. Buchi bu? Buni yili necha? Sizdanmi? Olamizmi? 2008. Olasiz mana. Olasiz Nexia 2008. Olasiz Matiz ham bor 2008. Tanlayverasizlar. Shu yonboshda nima bor ekan, jicha ozgina aka. Charchamayapsizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qani bir motorni ko'raylik aka. Mana. Motorda momo yo'qmi aka? Motor roman bo'lgan. Metallari bor ekan, ha? Metan bu 2022 qo'yilgan metan. Ha, metan, ha? Surugi ham ancha ekan demak, ha? Abi yangi. O'sha. Mana. Chexoli, poligi yurgan 358 mi yurgan? Aytafollari bor. Ko'rinishlar. Arzonroq qilib berasizmi axir? Gaplashdik, pulni beraman. Nimasi bor deysiz? Kolonka magnitofon. Ha, kolonka magnitofonlari bor aka. Metan 65 talik mi? 65 talik. Necha pul qilib beramiz aka buni? Buni 17 millionda. 17 million so'm. Kami bor. Ha, kelishamiz ya. Qancha endi? 15 qildim aka. 15 ga bermadim lekin. Qancha bo'ladi endi? Beraman. Shu 1300 dollar atrofida bo'ladimi? Shinay bo'ladi-da. 1300 dollarga berasiz. Beraman. 1300 dollarga akalar. Matiz. Tikoni puli bo'lib qolyapti. Tikoni pulida. Aka yo'q lekin. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 405 405 23 23. 23. Dokumentlar joyida aka, xudo xolasa. Generalni ham beraman. Generalni ham bo'ladi. Uni yilichi. U 11 yil. Sizdanmi? 2011 ham bor. Kraskasi? Kraska yo'q, ana cherga qo'yiladi. Qayerda bor? Ha, bo'ldi. Qolgan joyi yaxshi, ha? Ha, polradni qolgan joyi. Bu nima bu? MX mi bu? Pollik. MX ekanda. Tak. MX 2011. Tak, magnitofonlari hamma yo'qi bor akalar mashinani. 59 mi yurganmi aka? 59 tane. O'zini yurganimi shu? Benzinda. Ha, benzinda bu. Metani yo'q. Lekin tuzuk. Holati yaxshi ekan. Tuzuk. Bitta ko'ringlar. Matiz minaman deganlarga. 11 ekan yil akalar. Benzinda yurganmi faqat? Qancha so'rayapsiz aka buni? 3200 dollar. Kami bor. Necha pulga bermadingiz? Savdo bo'ldimi? 900 ga beramiz. 2,5 larga bo'lmaymi? 1,5 berib turib qolganini kelsa ham bo'ladimi? Yo'q, lekin. Unaqaga yo'q, ha? Faqat naqqa sotasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz bunga. 91lik 405 405 23 23. Metanda yurmagan, faqat benzinda yurgan so'raganlar bo'lsa mana. Nechta rasot qiladi o'zi aka bu? Nechta rasot qiladi? 6 ta. 6 ta rasot qiladi, ha? Bo'lardi. Ha, bozorda yarmini egallab olibsiz aka, ha? Yili nechi bu? Bu 9 yil. 10. 2010. Bu ham MX, yangi balon qo'yilgan ekan, ha? Ha, konditsionerlar ishlaydi. Bo'ldi. Chexollar qo'yilgan. Bu qulub ekan ama. Ha, chaqatroqmi? 210 ming yurgan, konditsionerlari ishlaydi akalar, chexollar yangi qilib qo'yilgan, puliklari bor. MX bu ham. Ana. Men gazmi? Propan ekan, ha? Propani bor. Motorda muammo yo'q. Yangi akkumulyator qo'yib qo'yilgan. Necha pul so'rayapsiz? Qancha? 2700. Ikkini tepasida xullas, pastda chiqmasin. Yo'q, 2700. 2,5 plus minus qilasizmi? Ha, 2,5 ga berasiz. Bir 2 ga tepasiga qancha qo'ysin aka? 2,5 dan tushib berasiz baribir. 2 ni tepasida bo'ladi. To'g'rimi? Bo'ldi, telefon nomeri. 99lik 312 77 raqam chiqishaveradi. MX konditsionerlar bor, to'rtta balon yaxshi. Tayyor propanda. Hop.
19 akalar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Nexia 3 so'raganlar bo'lsa, ekimazirgacha bor, metallari bor, 4-inch pakelini. Konditsioner ishlaydimi? Konditsioner ishlaydi. Konditsionerlargacha ishlaydi akalar. Kraskasi-chi buni? Kraskalar toza, faqat bagajda bor. Bagajda bor, ha? Qancha yurgansiz? Bu 108 ta yurgan. Konditsionerlar bor. 108 ming yurgan mexanika variantidan akalar. Pultlarigacha bor ekan. 18. Yili 19. 19. Yo'q. Yaxshi, короче, chetga chiqdim. Ana beri qochaq bo'ldim o'shanda. Ana beri. O'sha ana sheri ishlaydi ekan, ana sheri. Bu yo'qlarida, mana bu yo'qlar. Metani bor. Zapaskasi bor tagida, ha? Ha. Taglari joyida. Bu yoqlarda kraska yo'q, ha? Yo'q, bularda Faqat kapotda. Bo'ladi aka. Ishqiboz akalarimiz shuni akalar bitta ko'rib yuborasizlar, ma'qul kelib qolsa, akam chiroq narxda qilib beradi. Qayerdagi o'zi aka mashina? Qarabozor. Necha pul narx? Bu 6800 deymiz, o'tib beramiz endi. 2019 6800 dollar kami bor. 6 plus minus qilib berasiz, endi to'g'rimi? Telefon nomeringiz? 77lik, 77lik 450, 450 6050. 6050 qancha qilishdi? Buni 6400 qilishdi. 6400 qilishdimi? Bermadingiz, ha? Bermadi. Bo'ldi, 4-pakelini metanda ekan. Hop, 2025-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka qorasidan so'raganlar bo'lsa, Cobalt qorasidan. Ablisovkasigacha qora akalar, qaranglar mana. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Narxlarni kelishtirib beriladi. Mana. Tirikchilik basa bu? Tak. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Konditsionerlar bor, multirol, kruz kontrollari bor. 9000 yurgan ekanda, ha? Propanmi bu? Propan. Bo'ldi. Mana o'zi shunaqami yo siz qildingiz buni? Qilingan, ha? Ha? Mana. Propanda akalar 4-pakelini. Konditsionerlari bor, abizlari bor akalar. 9000 atrofida yurgan, yangi balon qo'yilgan. Bo'ldi aka, hop. Mana ko'rinishlar. Zapaskalar joyida bo'lsa kerak endi, ha? Ochmadim hamma. Nech pul qilib berasiz? 11.8 bo'lsa beraman. 11.8 bo'lsa berasiz. Kami yo'q unda. Telefon nomeringiz? 50lik. 50lik 076 076 41 41 raqam chiqishaveradi. Qayerdiki? Bu Jondor. Jondordiki, ha? Generalni berasiz, ha? Generalni beradi ekan. Bo'lardi. Yili nechi buni? Yili necha aka? Yili 25 ha buni, ha? 2025 Cobaltimiz akalar. Tak, 35 ming yurgan metanda. Qani ochich aka buni? Mashina ishlab turibdi. Xo'p, 4-pakelini metanda ekan aka. Abezlari bor. Gap yo'q. Toza mashina aka. Radnoy polni akajon. Metallari bilan. Metallari bilan. Cobalt yumshoq baribir. Ha. Minaman deganlar bo'lsa, telefon qilinglar. Oldim 4-5 yil oldin ilonlar. Nech pul qilib berasiz aka? 11700 ga beramiz akajon. Bo'lari. Ha, barter, luboy qilaveramiz. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 90lik. Aha. 711 1413. 14 ha? Ha. Xo'p. Generalni ham berasiz, ha? Generalni ham beraman. Generalni ham beraman deyapti akalar. Telefon qilib bemalol kelishsalaring bo'ladi. Albatta Buxoro mashina bozoridamiz akalar. Sotildimi aka? Sotildimi? Qaytdi. Bu mashina qaytyapti akalar bozorda. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltimiz ham bor. Kraskasi qanaqa buni aka? Metani bor, abezi bor. Bitta krilloda kraskasi bor. Konditsioner ishlaydimi? Konditsioner? Bor, ha? Bu yoqda bormi kraska?
Bo'ldi. Multirol qo'yilgan. 170 mi yurgan mexanika. Konditsionerlargacha ishlaydi deyapti. Ko'ringlar. Holat. Bu datchiklar ishlaydimi aka yo posonga qo'yilganmi? Orqa datchiklari. Prosta tak qo'yilgan, ha? Ishlamaydi. Gap yo'q. Nech pul qilib beramiz aka? Buni oxiri 6000 ga beramiz. 6000, 14 yil, ha? Abizlari bor ekan, metani bor. Kam yo'qmi 6 da? Yo'q akajon. 6000 bo'lish bo'lsa beramiz. Bo'lar 6000 dollar ekan. 800 ga beriladi. Ha, 5800 ga sotilmadi, ha? Ustiga yumalasa sotilar ekanda, xullas, ha? Generalni ham qilib berasizmi? Bular 1 yillik. 1 yillik generalni bo'lar ekan akalar. Telefon qilib kelsangiz bo'ladi. Telefon nomer aytdingizmi? 90lik. 90lik 513 513 87 87 raqam chiqishadi. Qayerdiki? Buxoro. Buxoro shahar. Shahar. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Buxoro mashina bozoridan sizlarga Nexia 1lardan, Nexia 2lardan, undan tashqari Gentralardan, Cobaltlardan, Pilux akalar, Matizlardan ham qo'shib ko'rsatdim. 1300 dollarga Matiz bor ekan akalar. Matizlar tayyor. Mini do'konlarda. Videoga like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling, ma'qul kelgan mashinaga telefon qiling. Afsona TV dan qo'ng'iroq qilaman deb chiqinglar akalar. Biz yana dalshi videolar qilishda davom etamiz. Bu yerda endi bugun yakshanba akalar. Bu videomiz ertaga chiqishi mumkin yoki indinga chiqishi mumkin akalar. Har kuni ikkita qo'yib boryapmiz akalar. Qatnashgani uchun rahmat, salomat bo'lasizlar.